Nima uchun ba'zi ayollar gullab yashnaydi, yengil harakat qiladi, boshqalari esa har doim charchagan, ich-ichidan ezilgan ko'rinadi? Gap ayollarning kuchida emas, gap ular yolg'izmi yoki yo'qmi? Shunda, gullab yashnayotgan ayolning ortida ko'rinmas, ammo muhim kuch bor. Erining e'tibori, tushunishi, vaqtidagi "men sen bilanman" degan so'zlari bor. Unga suyanadigan joy bor. Uni eshitadigan, qadrlaydigan inson bor. Ammo har doim kurashda yashayotgan ayolning yonida ko'pincha hech kim yo'q. U oilasi uchun tog'day turadi, lekin o'zi uchun bir suyanchiqqa zor. U mustahkam ko'rinadi, lekin bu mustahkamlik ichki og'riqdan, har kuni o'zini yutib yashashdan. Shuning uchun farq shunda, ayolning yonida kim bor. Shunga qarab uning holati o'zgaradi. Qo'llab-quvvatlash, oddiy tushunish va e'tibor ayolni ichkaridan quvvatlantiradi. U shunda porlaydi, yashaydi va butun dunyoni o'z yuragiga sig'dira oladi. Qaddingni tik tut ayol, alamlaring yut ayol. Boq, bu bir kam dunyoda kimni